Hammaga yoqqan mini bellashuv rubrikamizni davom ettiramiz. Bu safar bellashuvni dazmolchi xodimlarimiz bilan qilamiz. Xodimlarimizga 2 daqiqa vaqt beramiz. 2 daqiqa ichida kim eng ko'p va sifatli ish bajarsa, o'sha g'olib bo'ladi. Kim g'olib bo'ladi? Keling birga ko'ramiz. 1, 2, 3 vaqt ketdi. Bir minut qoldi. 3, 2, 1. Bo'ldi, to'xtatinglar. Bellashuvimiz tugadi. Baholashda hozir bizga mastirimiz Gulchehra opa yordam beradi. Opa, tekshiring. Xatolari bo'lsa aytib ketamiz. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Birinchi ishimiz 7 ta dazmol qilgan. Qo'ltiqlarimiz chiqish holatida necha xatolik bor? 7, 8 ta. Bu qizimizda 8 ta ish. Millarimiz yaxshi bo'lmagan. Dazmollarimiz bunda ham yetmagan. Lekin dazmol hisobi bo'yicha, sifat bo'yicha bu qiz birinchi o'rinda, son bo'yicha bu qiz birinchi o'rinda. Bu safargi mini bellashuvimiz qiziqroq bo'ldi va do'stlik g'alaba qozondi.